TikTok degan bilasizlar, bir balo bor. Bugun bolalarimizni eng katta tarbiyasini buzayotgan sabablardan bittasi. Ochig'ini aytish kerak. To'g'ri, ichida yaxshiliklar ham bor. Ma'ruzalar kelyapti, Qur'onlar kelyapti, ehsonga dalolat qiluvchi roliklar kelyapti, yetimparvarlik, vatanparvarlik kelyapti. Lekin fisq fasod ko'p. Bolalar uni emas, uni ko'radi. Prikol deydi, ko'radi. Bugun bitta video rolik ko'rdim. Bugun mavzuga to'g'ri kelganligi uchun aytayapman. Boshqa vaqt bo'lsa ham aytardim. Maktab seriali degan qisqa metraj ekan. Yurtimizda olyapti, rol o'ynayotganlar ham o'zbek. Bittasini misol qilib aytaman. U bilsam, hozir bir yigitdan so'rasam, tashadi, u bir nechta serial ekan u. Men bittasini ko'rdim. O'qituvchi o'quvchiga aytayapti. Darsingni qildingmi deyapti. O'quvchi aytayapti-ki, yo'q, qilmadim. Nimaga desa, kechqurun adam svet yo'q, uxlaylar deb aytdilar. Eshitdinglar, yaxshilab eshitdinglar. Bu meni dardim, alamimmi u gapirayotgan narsam? O'qituvchi aytayapti, biz yonma-yon domda turamiz, kecha chiroq o'chmadi-yu, sizlarda nimaga o'chishi mumkin desa, bilmayman, adam svet yo'q, yotinglar deb aytdilar. Chunki payshanba edi deyapti. O'qituvchi savol beryapti. Payshanbani meni darsimga nima aloqasi bor desa, to'g'ri, sizni darsingizga aloqasi bo'lmasligi mumkin, lekin adamga aloqasi bor deyapti. Adanga aloqasi bo'lsa, menga nima aloqasi bor desa, siz ham erga tegsangiz payshanba nimaligini bilasiz deyapti. O'quvchi o'qituvchiga shu gapni gapiryapti. 20 dan ortiq o'sha partada o'tirgan bolalar uning har bir gapiga kulyapti. O'sha metrajni, o'sha serialni TikTokka qo'yib odamlar ko'ryapti. Eng yomoni o'shani ko'rayotgan odamlarning soni ko'p. Men o'tgan juma aytdim. Maktablardan birida 9-sinf qiz tug'ib qo'yibdi dedim. Dardimiz, agar biror bir artistni boshqasini orqasidan gapirsak, darrov yozadi ustimizdan. Domlalar ishi bo'lmasin deydi. Bolalarimizni tarbiyasi buzilib ketsa, biz jim o'tiraylik. Undan keyingilarni ham ko'rdim. Birontasida ma'rifat yo'q, birontasida yaxshilik yo'q. Tagiga yozib qo'yibdi. Bizni ko'proq shu kulgili narsalarimizni ko'rish xolasangiz, ko'proq odam bo'lsin, soni ko'paysin deyapti. Bu nima bu? Qani tarbiya, qani o'quvchi o'rtasidagi munosabat? Mana yosh ulug'lar o'tiribsizlar, yosh kattalar o'tiribsizlar. O'qituvchiga